Bu darsimizda aktivlashtirish funksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Nega kerak? Aktivlashtirish funksiyasi neyron tarmoq qatlam natijasiga ishlatiladi. Usiz neyron tarmoq shunchaki chiziqli funksiya bo'lib qoladi. Ya'ni neyron tarmog'imiz qanchalik murakkab, qanchalik ko'p qatlamli bo'lmasin, u aktivlashtirish funksiyasiz oddiy chiziqli funksiya bo'lib qoladi. Buni keyingi slaydlarda ko'rsataman. Nonlinearity, ya'ni nochiziqlilikni qo'shib beradi. O'sha chiziqlilikdan nochiziqlilikka o'tkazib beradi. U bilangina neyron tarmoqlar murakkab patterns, ya'ni complex patterns deyiladi, takroriyliklarni topib o'rgana oladi. O'sha ma'lumotlardan eng kerakli joylarni topib o'zi o'rgana oladi. Ko'rib turganingiz birinchisi linear chiziq funksiya. Bunda ma'lumotlarimiz joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlarimiz joylashuvi har xil tartibda joylashib yotibdi, lekin bizni chizig'imiz chiziqli funksiya bo'lganligi uchun bir chiziqda joylashyapti, lekin biz optimal natijaga erishganimiz yo'q. Bunda bizga non-linearlik, ya'ni chiziqli bo'lmaganlik kerak bo'ladi. Bunda ma'lumotlarimiz joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Bunda bizni non-linear funksiyamiz aktivlashtirish funksiyasini qo'llaganimizdan keyingi natijamizni ko'rishingiz mumkin. Optimal natijaga erishganmiz. Ko'p qatlamli perseptron, ya'ni multiple linear perseptron, chap tomonda bir qatlamli perseptronni ko'rishingiz mumkin. Kiruvchi ma'lumotlar x1, x2 va hokazo xn vaznlarga ko'paytirilib, bias qo'shilgandan keyin u aktivlashtirish funksiyasiga o'tiladi va undan keyin natija chiqadi. Bundan ko'p qatlamli perseptronda esa mana shu qatlamlar soni ko'p bo'ladi. Buni vazifasi takroriyliklarni, ya'ni kerakli muhim ahamiyatga ega bo'lgan parametrlarni neyron tarmog'imizning o'zi aniqlashida ishlatilishi uchun kerak. Formulada ko'rishingiz mumkin. Summa xi wi, ya'ni kiruvchi qiymat vaznga ko'paytirilyapti va bias qo'shilyapti. Biasni aytib o'tdik. Qanchadirga xato qilsin yoki qanchadirga to'g'rilansin model, o'sha imkoniyatni beramiz. Ya'ni bu keyin aktivatsiya funksiyasiga o'tiladi. Funksiyalar asosan aktivlashtirish funksiyalari ko'p ishlatiladigan 3 xili bor. Sigmoid, bu hammasini 0 va 1 orasiga siqib beradi. Ehtimolliklarni chiqarib beradi va vanishing gradient, ya'ni gradient tushishi, buni keyingi darslarda ko'rsatib o'taman. Mana shu muammosi bor. Keyingisi tangens funksiyasi. Bunda hammasini -1 va 1 orasiga siqib beradi. Bu sigmoiddan ko'ra yaxshiroq. Sigmoidni qachon ishlatamiz? Asosan bizga oxirgi ehtimollik muhim bo'lgan vaqtlarda ishlatamiz. Buni real ma'lumotlarda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda convolutiondan keyin aktivatsiya funksiyasi sifatida relu ishlatilyapti. Asosiy nimaga relu ishlatilyapti, bularni keyingi darslarda ko'ramiz. Sigmoidda esa bizga ehtimolligini bilishimiz muhim bo'lgan joylarda ishlatamiz. Hozir buni tushunmaysiz, keyin tushuntirib beraman. Keyingisi relu eng ko'p ishlatiladiganlardan biri. Bunda bu CNN model arxitekturasi. Bunda ham convolutiondan keyin relu, max pooling, full connecteddan keyin yana aktivlashtirish funksiyasi sifatida relu ishlatilmoqda.